Assalomu alaykum hammaga. Mening ismim Qudratullo Abdulazizov, Andijon shahar 1-son sport maktabi boks murabbiyiman. Bugun mana Zahiriddin Muhammad Boburning 543 yilligi munosabati bilan sportning boks turi bo'yicha 2012-2013 yillarda, 2014-2015 yillarda tug'ilgan bokschilar o'rtasida Andijon shahar 1-son sport maktabi ochiq birinchiligi musobaqasi bo'lib o'tdi. Ushbu musobaqada 10 ta komanda qatnashdi. Obshi Andijon viloyatidan 150 nafarga yaqin sportchilar qatnashib, murosa janglari bo'lib o'tdi. Bugun final janglari o'z yakuniga yetdi. Ushbu musobaqada qatnashgan barcha komandalarga va ularning murabbiylariga hamda bokschilariga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ushbu musobaqa kelgusi musobaqalarga tayyorgarlik vazifasini o'tab beradi. Xudo xohlasa kelajakda bu urushgan yoshlarimiz jahon va olimpiada chempionatlarida ham O'zbekiston bayrog'ini yuqori ko'taradi degan umidda shu musobaqalarni tashkil etdik. Ushbu yosh sportchilarga yaxshi shart-sharoitlar yaratib berayotgan avvalambor yurtboshimiz Shavkat Miromonovichga hamda Andijon viloyati hokimi Shuhrat Qo'shakbayevichga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bizlarga shunchalik sharoitlar yaratib beryapti. Hammaning nomidan minnatdorchiligimizni bildiramiz. Mana bugungi musobaqada bizning jamoa qatnashdi. Yaxshi natijalarga erishdik. 5 ta birinchi o'rin, 4 ta ikkinchi o'rin, 2 ta uchinchi o'rinda oldik. 56-maktabdan jamoa hisobida birinchi o'rinda olib, maktabimizni 56-maktabga qaytib ketyapmiz. Xudo xolasa natijalarimiz yaxshi. Tashkilotchilarga ham rahmat. Musobaqamiz juda zo'r o'tdi. Rahmat hammalarga. Komandaga ham rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. Men Qosimjonov Rahmatullo, 30-umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quvchisi, 7-sinfda o'qiyman. Ota-onamga rahmat, meni musobaqada mahalliy birinchi o'rinda oldim. Ustozim Saidullo Ergashev akamga ham rahmat. Shu Andijon tuman sport maktabida o'zim shug'ullanaman. Shu yerdan chiqib bu hali boshlanishi, kelajakda olimpiya jahon chempioni bo'lishga harakat qilamiz. Ibrohim qutlu bo'lsin, g'alabalar muborak bo'lsin. Rahmat. Hayajonlar qanaqa? Yo'q. Gapirib bering, qanaqa o'tdi? Birinchi yutkazaman deb o'yladim, keyin yutaman deb o'ylab yutdim. Ham duosini oldim. Ustozingiz kim, ustoz? Odilov Abdulaziz. Qanchadan beri shug'ullanasiz? 1 yildan beri. Ustozga nima deymiz? Ustozga rahmat hammaga o'rgatgani uchun. Ota-onamga salom beraman, hammaga rahmat. Men Ma'murbek Firdavs 18-umumiy ta'lim maktabida o'qiyman. 6-sinfda o'qiyman. Men ustozim Xolmurodov Ulug'bek akaga rahmat aytaman boksni o'rgatgani uchun. Kelgusida ota-onamni umraga olib boraman. Turgunov Yahyobek. Qanday o'tdi shunda? Yaxshi, hammaga rahmat. Murabbiyim Odilov Abdulazizga va ota-onalarimga. Bular hamma uchun mana sovrin ularga, ota-onalarimga. Kattakon rahmat. Yangizda xatoliklar qildingizmi? Ha, qildim. Bugun bo'ldi. Ha. Samisiz. Ha. Kelajakda qanaqa bo'ladi? Boksyor bo'lish. Ha. G'alaba muborak bo'lsin. Rahmat. Men Odiljonov Ahmadjon Isboskandaman. Turnerim ismi Adhamjon. Qalay o'tdi Andijonda? Yaxshi. Hayajonlar qanaqa bo'ladi? Bo'ladi. O'rtacha. Jangda mahsulot nima bo'ladi? Jangdan ko'proq trenirovka qilish kerak ekan. Ota-onamga, turnerimga, meni qo'llab-quvvatlagan do'stlarimga, katta ustoz Bestak Yunusovga ham hammasiga rahmat deyman. G'alabalar muborak bo'lsin. Rahmat. Men Rahmonov Muhammad Rizo 45-maktab o'quvchisiman. Qudratullo. Qalay o'tdi janglar? Zo'r o'tdi. Ota-onamga rahmat, ustozimga ham rahmat. Assalomu alaykum. Mening ismim Muhammad Nabiy Parmonov.
Men Andijon tuman sport maktabi o'quvchisiman. Mening ustozim Ergash Saydulloh. Men ustozim, dadam, ayamlarga rahmat aytmoqchiman. Avvalambor dadamga birinchi bo'lib turib sportga olib kirgani uchun, sportni dadam birinchi menga o'rgatib, yoshligimdan menga podдержка qilgan. Keyin ustozimga rahmat aytaman. Men shunaqa natijalarga erishishimga dadam va ustozim sababchi. Assalomu alaykum. Men ismim Shavkatbek Hojiakbar. 1 yildan beri boks bilan shug'ullanaman. Bu erishishimga o'qituvchim, akam hamma yordam berdi. Sizlarga ham katta rahmat. Ustozingiz kim? Ustozim Qosimov Murodjon. Niyatingiz qanaqa keldi? Xudo xolasa niyatim chempion bo'lish. Men ismim Muhammad Rizo Olamjonov. Men ustozim Saidullo Ergashevga katta rahmat deyman. Ota-onamga rahmat deyman. Endi musobaqada birinchi o'rinni oldim. Endi istaklarim anaqa kelajakda men katta chempion bo'lib, jahon chempionati bo'lishni orzu qilaman. Ota-onamga katta rahmat. Assalomu alaykum. Mening ismim Vohidjon Husanboy. Mening trenerim ismi Qudratullo Abdulaziyev. Men ota-onamga rahmat aytaman. Men trenerimga ham rahmat aytaman. Shuncha trenirovka qildirganiga. Bugungi g'alabamiz Qudrat aka bag'ishlayman. Zo'r o'tdi, ichki hayajonlandim, lekin zo'r o'tdi. Men Janoboyev Abdulboriy musobaqada yuta oldim. Trenerim ismi Qudratullo Abdulazizov. 45 yil shug'ullanaman. Zo'r o'tdi. Ota-onamga, Qudrat akamga, jahon chempioniga chiqishdi. Oblaslarga qatnashdi. 2 yil. Assalomu alaykum. Men ismim To'kin Muhammad Amin. Meni trenerim Islomidinov Dilshodbek. Trenerimga katta rahmat, ota-onamga avvalam katta rahmat. Men musobaqada birinchi o'rinda oldim. Men 13-maktabda o'qiyman. Yoshim 11da. Men 2014-yilman. Ota-onamga katta rahmat. Men Abdurahmon Muhammad Umar. Musobaqada yutdim. Ota-onam Abdurahmonov Feruzaxon Abdurahmonov. Avazbey. Ustozim Ergash Saydulloh. Katta bo'lsam bundan tur musobaqalarda qatnashaman, yutaman. Men ismim Sobirjon Muxataziz. Trenerimga va ota-onamga rahmat. 21-maktabda o'qiyman. Alpoxin klub kelajakda chempion bo'lishni orzu qilaman. G'anim Sardorbekka katta rahmat. Jang zo'r. Men birinchi o'rinni oldim. Yana bundan katta musobaqalarda ham qatnashishni orzu qilaman. Assalomu alaykum. Men G'affarxonov Abdug'affar. Trenerim Yusupov Bezatbek. 48-maktab 5B sinf. Birinchi o'rinda ustozimlar bilan ota-onamga rahmat aytaman. Kelgusi safar yana yutishga harakat qilaman. Bayrog'imizni tepaga ko'taraman. Men Turg'unov Islombek. Maktab 36-maktab 5-sinfida o'qiyman. Bugun ustozim Sardor akaga rahmat, Eshmatov Sardor akaga. Men chempion bo'ldim. Keyingi safarlarda chempion bo'laman. Qalay o'tdi jangda? Yaxshi. Raqib qanaqa ekan? Kuchlimi? Kuchlik, lekin biz g'alaba qozondik. Yengilmadik. Rahmat. Ota-onamga, murabbiyimga rahmat. Assalomu alaykum. Men Muhammadjonov Mustafa. 45-maktabda o'qiyman. 6-sinf. Qudratbek Abdulazizovda Qudratbek Abdulazizovga boks bo'yicha qatnashaman. 2 yildan beri. Yaxshi. Zo'r ta'sirotlar. Avvalambor Qudrat aka trenerimga, ota-onalarimga rahmat aytaman.
Men Muhiddinov Muhammad Ayub sport kompleksida shug'ullanaman. 18-maktabda o'qiyman. 6-sinfda o'qiyman. Boks bo'yicha ustozim G'aniyev Sardor. Bugungi g'alabalarimni ota-onam va ustozimga bag'ishlayman. Assalomu alaykum. Men ismim Mirzabay Sayfuddinov familiyam. Men 51-maktabda o'qiyman. 4-sinf o'quvchisi. Men boks bo'yicha 50-zalda shug'ullanaman. Mening trenerimning ismi Haydarov Nozim aka. Nozim aka, men bugun yutdim. Keyingi musobaqalarda ham birda olish uchun harakat qilamiz. Assalomu alaykum hamma. Meni ismim Imronbek. Mening trenerim Abdulaziz Qudratullohga rahmat aytaman. Ota-onamga ham. Men 6-sinf o'quvchisiman 24-maktabda. Men trenerimga katta rahmat aytaman. Qudratulloh Abdulazizov. Hammalarga rahmat. Men Nasirdinov Umar, 4-maktab 6-sinf o'quvchisiman. Men boks bo'yicha sport kollejida shug'ullanaman. Bu musobaqani hozir g'alaba qozondim. Bu g'alabamni ustozim hamda trenerimga bag'ishlayman. Ota-onamga, ustozlarimga katta rahmat. Men Abdusodiq Muhammad Sodiq. 7-sinfda o'qiyman. 38-chi. Bugungi jangda men g'alaba qozondim. Yunus Bezot akaga katta rahmat. Ota-onamga katta rahmat qo'llagani uchun. Men Ahmadullayev Abdulazizman. Men Andijon shahridanman. 33-maktabda 6-sinf o'quvchisiman. Mening ustozim Ergashev Saidullo. Katta rahmat. Avvalo hammaga assalomu alaykum. Men Usmonov Abdulloh 56-maktab o'quvchisi, 7-sinf o'quvchisi. Bugungi g'alabam ota-onamga bag'ishlayman. Jang yaxshi o'tdi, sopernik ham yaxshi ekan. Ustozim Odilov Abdulaziz Murodjon Qosimov hammasiga katta rahmat aytaman. Meni ismim Abdurahimov Komiljon. Men mana shu joyda shug'ullanaman. Avvalambor Abdulaziz Qudratulloh akamga rahmat. Bizni shuncha tayyorlantirdi, mehnat qildirdi. Rahmat. Men 45-maktabda shug'ullanaman. Kelgusida ham xohlasa keyingi bo'ylardan yutishga harakat qilaman. Assalomu alaykum hammaga. Men Xotam Fakramjon 45-maktabda 3 yildan beri trenirovka qilaman. Trenerim Qudratulloh Abdulazizov. Men shu natijaga erishishim uchun trenerim, ota-onam yordam berishgan. Men hammaga rahmat aytaman. Trenerimga ham alohida katta rahmat aytaman. Men 7-sinfda o'qiyman. Men Toshmat Muhammad Amin 56-maktabda 7-sinf o'quvchisi. Boks bo'yicha sportga chiqaman. 56-maktabda ustozim Abdulaziz Odilov, Murodjon Qosimov hammasiga rahmat. Shunday sharoitlarni bizga yaratib bergan prezidentimizga ham alohida rahmat aytaman. Men bu mana trenerimni o'rgatgan narsalardan keyin g'olib bo'ldim. Men bu g'alabamni ota-onamga bag'ishlayman. Mening ismim Abduhop Abdulloh. Men 33-maktabda o'qiyman, 6-sinfda o'qiyman. Yoshim 12da. Sport bo'yicha ustozim Ergashev Saidullohga rahmat aytaman. Men kelajakda katta sportchi bo'laman. Hali olimpiadalarda ham yutaman. Ota-onamga katta rahmat. Men Shavkat Farorbek bugungi bo'lgan musobaqada faxrli 1-o'rinni oldim. Men Andijon shahar 1-umumta'lim maktabida o'qiyman. 56-maktabda trenirovka qilaman. Ustozlarimga Odilov Abdulaziz, Qosimov Murodjon akalarga rahmat. Bizni shunchalik shu joylarga olib chiqqaniga. Bu g'alabani ortida ancha mashaqqat bor, Xudoga shukr. Xudo xolasa bu hali boshlanishi, bundan yaxshi natijalar olishga harakat qilaman. Hammaga rahmat.